Salom aziz do'stlar, hurmatli tomoshabinlarim. Bugun men siz bilan juda ham muhim, ba'zi insonlar uchun esa ancha og'riqli bo'lishi mumkin bo'lgan mavzu haqida gaplashmoqchiman. Bu ma'lumot ayniqsa pensionerlarimiz uchun, ularning oila a'zolari uchun va umuman kelajakda pensiya olishni kutayotgan har bir fuqaro uchun nihoyatda dolzarb. Agar hozir siz ekranni yopmoqchi bo'lsangiz, bir lahzaga to'xtang. Men sizga shuni qat'iy aytmoqchimanki, ushbu videodagi ma'lumotlar sizning shaxsiy moliyaviy barqarorligingizga va hayotingiz sifatiga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun diqqat bilan tinglang, har bir so'zga e'tibor bering. Buni shunchaki bir xabar deb qabul qilmang. Bu sizning kelajagingizga taalluqli juda jiddiy o'zgarishlar haqida ogohlantirishdir. Videoni ko'rishni boshlashdan oldin iltimos hoziroq kanalga obuna bo'lish tugmasini bosing va bu videoga like qo'ying. Chunki bu ma'lumot qanchalik ko'p odamga yetsa, shuncha ko'p kishi ogohlantiriladi va o'zini himoya qila oladi. Muammoning mohiyati. Avvallar vaziyat qanday edi va hozir nima o'zgarmoqda? Bugungi kunda mamlakatimizda pensiya ta'minoti tizimi o'zining muayyan qonun qoidalar asosida ishlaydi. Ko'pchiligimiz bilamizki, pensiya yoshiga yetgandan so'ng fuqarolar belgilangan tartibda pensiya olish huquqiga ega bo'ladilar. Pensiya miqdori ish staji, ish haqi va boshqa omillarga bog'liq holda hisoblanadi. Pensiya tizimining asosiy vazifasi keksalikda yoki mehnatga layoqatsizlik holatlarida fuqarolarga moliyaviy qo'llab-quvvatlashni ta'minlashdir. Bu tizim doimiy ravishda takomillashtirilib, indeksatsiyalar orqali pensiya miqdorlari oshirilib borilgan. Ayniqsa, so'nggi yillarda pensiya ta'minoti borasida bir qator ijobiy o'zgarishlar amalga oshirilganini inkor etib bo'lmaydi. Masalan, pensiyalar oshirilishi, pensiya hisoblashning soddalashtirilganligi, ayrim imtiyozli toifalar uchun qo'shimcha ustamalar berilishi kabi qator qulayliklar joriy etilgan edi. Bu o'zgarishlar fuqarolarning hayotini ancha yengillashtirgan edi. Chunki odamlar o'z pensiya pullariga ishonib kelajak rejalarini tuza olishardi. Ammo aziz do'stlar, afsuski 2026 yil 20 oydan boshlab bu tizimda ba'zi jiddiy o'zgarishlar kuchga kiradi. Bu o'zgarishlar ba'zi pensionerlar uchun afsuski juda noxush yangilik bo'lishi mumkin. Gap shundaki, hukumat pensiya tizimini optimallashtirish va uning barqarorligini oshirish to'g'risidagi yangi qonun loyihasini qabul qildi. Va bu qonun 2026 yil 1 maydan to'liq kuchga kiradi. Ushbu qonunning asosiy maqsadi pensiya jamg'armasining barqarorligini ta'minlash va pensiyalar adolatli taqsimlanishini ta'minlash deb e'lon qilingan bo'lsa-da, uning ayrim bandlari ko'pchilik pensionerlar uchun sezilarli moliyaviy qiyinchiliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Xususan, 3 ta asosiy yo'nalishda jiddiy o'zgarishlar kutilmoqda. Birinchidan, ishlayotgan pensionerlarga oid yangi qoidalar joriy etilmoqda. Agar ilgari ishlayotgan pensionerlar ham pensiyani, ham ish haqini to'liq olgan bo'lsa, endilikda bu qoida o'zgaradi. Ikkinchidan, ayrim turdagi pensiya ustamalarini olish tartibi murakkablashadi va ular bo'yicha talablar qat'iylashadi. Uchinchidan, pensiya olish uchun zarur bo'lgan shaxsiy ma'lumotlarni har yili majburiy tasdiqlash tizimi joriy etiladi. Bu o'zgarishlar nafaqat hozirgi pensionerlarga, balki kelajakda pensiyaga chiqishni rejalashtirayotgan barcha fuqarolarga ham bevosita ta'sir ko'rsatadi. Men buni sizga oddiy va tushunarli tilda tushuntirib berishga harakat qilaman. Asosiy qism 1. Batafsil tahlil. Nimani bilish kerak? Kim xavotirlanishi kerak va kim xavotirlanishi shart emas? Keling, yuqorida aytib o'tilgan 3 ta asosiy o'zgarishni batafsil ko'rib chiqaylik. Bu o'zgarishlar aynan kimlarga ta'sir qilishini aniq tushunib olishimiz kerak. 1. Ishlayotgan pensionerlar uchun yangi qoidalar bu eng muhim o'zgarishlardan biridir. Yangi qonunga ko'ra 2026 yil 20 oydan boshlab agar pensioner pensiya yoshiga yetgandan so'ng ham mehnat faoliyatini davom ettirsa va uning oylik ish haqi ma'lum bir miqdordan, masalan, yashash minimumining 3 baravari, uning pensiyasi miqdorining ma'lum bir qismi to'liq to'lanmasligi yoki to'lov tartibi o'zgarishi mumkin. To'liqroq aytadigan bo'lsak, endilikda ishlayotgan pensionerlarning umumiy daromadi, pensiya olish haqi ma'lum bir chegaradan oshib ketsa, ularning pensiyasi qayta ko'rib chiqiladi va uning bir qismi optimallashtiriladi. Bu shuni anglatadiki, sizning pensiya kartangizga tushadigan pul miqdori kamayishi mumkin. Misol 1 tasavvur qiling, 15 yoshli Maqsud bobo. Uning pensiyasi har oyda 2 million so'm. Maqsud bobo nafaqaga chiqqanidan keyin ham kichik bir korxonada qo'riqchi bo'lib ishlayapti va u yerdan har oy 5 million so'm maosh oladi. Hozirgi kunda Maqsud bobo umumiy 3-5 million so'm
2 million pensiya, 5 million ish haqi daromad oladi. Yangi qonunga ko'ra agar yashash minimumining 3 barobar 3 million so'm deb belgilangan bo'lsa, maqsud boboning umumiy daromadi 3,5 million so'm bo'lganligi sababli uning pensiyasidan ma'lum bir foiz, masalan 20 gacha kamaytirilishi mumkin. Ya'ni maqsud bobo endi 2 million so'm pensiya o'rniga 6 million so'm pensiya oladi. Uning umumiy daromadi esa 3 million so'mga tushadi. Bu maqsud bobo uchun har oy 400 ming so'm kam daromad degani. Bu juda sezilarli yo'qotish bo'lishi mumkin. Misol 2. Shahar markazida yashovchi olg'i yoshli pedagog Nazira opa pensiyaga chiqqaniga qaramay, bir xususiy maktabda o'qituvchilik qilib, oyiga 2-5 million so'm maosh oladi. Uning pensiyasi esa 2,3 million so'm. Umumiy daromadi 4 million so'm. Yangi qonun qabul qilinishi bilan uning umumiy daromadi ham belgilangan chegaradan sezilarli darajada oshadi. Natijada uning pensiyasidan aytaylik 25 bandgacha kamaytirish mumkin. Nazira opa endi 2,3 million so'm o'rniga taxminan 27-25 million so'm pensiya oladi. Bu har oy 75 ming so'mlik yo'qotish demakdir. Bunday holatda ko'pchilik pensionerlar ish faoliyatini davom ettirishdan manfaatdor bo'lmasligi yoki hatto ishlashni to'xtatishga majbur bo'lishi mumkin. Xavotirlanish kerak bo'lganlar pensiyadan tashqari yuqori oylik maoshga ega bo'lib, mehnat faoliyati davom ettirayotgan barcha pensionerlar. Agar sizning pensiyangiz va ish haqingiz yig'indisi yashash minimumining 3 baravaridan bu raqam qon hujjatlarida aniq belgilanadi va men misol tariqasida aytdim, oshib ketsa sizga bevosita ta'sir qiladi. Xavotirlanishi shart bo'lmaganlar, ishlamayotgan pensionerlar, ya'ni faqatgina pensiya hisobiga yashayotganlar. Shuningdek, agar siz ishlashda davom etayotgan bo'lsangiz ham, sizning ish haqingiz juda kam bo'lsa va umumiy daromadingiz belgilangan chegaradan oshmasa, sizga bu o'zgarish ta'sir qilmaydi. Masalan, agar maqsud bobo 5 million emas, balki 500 ming so'm ish haqi olganda edi, uning umumiy daromadi 5 million bo'lib, belgilangan 3 million chegaradan oshmagani uchun pensiyasidan hech narsa kamaytirilmas edi. Ayrim turdagi pensiya ustamalarini olish tartibining murakkablashishi. Ba'zi kasb egalari, masalan, uzoq muddat o'qituvchilik, shifokorlik qilganlar yoki og'ir sharoitlarda ishlaganlar qo'shimcha pensiya ustamalariga ega bo'lishlari mumkin edi. Yangi qonun ushbu ustamalarni olish tartibini qayta ko'rib chiqadi va ancha qat'iylashtiradi. Ustamalarni olish uchun endi avvalgisidan ko'ra ko'proq hujjatlar, yanada ishonchli dalillar talab qilinadi. Ba'zi ustamalar esa umuman bekor qilinishi yoki ularning miqdori kamayishi mumkin. Misol 3. 7 yoshli Gulnora xola qishloq maktabida 40 yildan ortiq boshlang'ich sinf o'qituvchisi bo'lib ishlagan. U uzoq muddatli pedagogik staj uchun har oyda pensiyasiga qo'shimcha 300 ming so'm ustama olar edi. Yangi qonunga ko'ra, bu turdagi ustamalarni olish uchun endi pedagogik faoliyatning uzluksizligi, malaka toifalari va so'nggi 5 yildagi ish faoliyatiga oid ma'lumotlar bilan bog'liq yangi talablar joriy etiladi. Gulnora xola bu talablarni bajarish uchun o'zining eski ish joyidan ko'plab ma'lumotnomalar va arxiv hujjatlarini yig'ish kerak bo'ladi. Agar u bu hujjatlarni to'liq taqdim eta olmasa yoki uning stajida kichik uzilishlar bo'lgan bo'lsa, u bu ustamani yo'qotishi yoki uning miqdori sezilarli darajada kamayishi mumkin. Masalan, 300 ming so'm ustama o'rniga endi 1,5 ming so'm olishi mumkin. Bu uning uchun har oy qo'shimcha 1,5 ming so'm yo'qotish degani. Xavotirlanish kerak bo'lganlar pensiyasiga maxsus ustamalar oladigan barcha pensionerlar. Ayniqsa bu ustamalarni olish uchun asos bo'lgan hujjatlari to'liq bo'lmaganlar yoki ularning staji faoliyati bo'yicha shubhalar bo'lishi mumkin bo'lganlar. Xavotirlanish shart bo'lmaganlar. Faqat umumiy pensiya oladiganlar va maxsus ustamalarga ega bo'lmaganlar. O'tib pensiya olish uchun majburiy yillik ma'lumot tasdiqlash tizimi bu texnik o'zgarish bo'lsa-da, u ham jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. 2026 yil 20 oydan boshlab barcha pensionerlar har yili pensiya jamg'armasiga o'zlarining shaxsiy ma'lumotlari, yashash manzili, bank rekvizitlari va eng muhimi, boshqa daromad manbalari bor yo'qligi haqida ma'lumotni tasdiqlab borishlari shart bo'ladi. Bu tizim pensiya to'lovlarida xatoliklarni kamaytirish va adolatsiz to'lovlarning oldini olish maqsadida joriy etilmoqda. Agar bu tasdiqlash muddati o'tkazib yuborilsa yoki noto'g'ri ma'lumotlar taqdim etilsa, pensiya to'lovlari vaqtincha to'xtatib qo'yilishi mumkin. Misol, dad 75 yoshli Ra'no bu yolg'iz yashaydi va har oy pensiyasini bank kartasiga oladi. Uning kompyuter savodxonligi yo'q va telefon orqali onlayn xizmatlardan foydalanishni bilmaydi.
Yangi qonunga ko'ra Rano bu har yili may oyining oxirigacha pensiya jamg'armasiga borib yoki onlayn tizim orqali o'z ma'lumotlarini tasdiqlashi kerak. Agar Rano bu talabdan bexabar qolsa yoki shifoxonada yotgani sababli tasdiqlashga ulgurmasa, 2026 yil iyundan uning pensiyasi to'xtatib qo'yilishi mumkin. Pensiyani qayta tiklash uchun esa u pensiya jamg'armasiga murojaat qilishi, barcha kerakli hujjatlarni taqdim etishi va ma'lum bir muddat kutish kerak bo'ladi. Bu uning uchun jiddiy moliyaviy muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Xavotirlanishi kerak bo'lganlar, barcha pensionerlar, ayniqsa yolg'iz yashovchi, texnologiyadan uzoq yoki doimiy yashash joyini tez-tez o'zgartiradiganlar. Xavotirlanishi shart bo'lmaganlar. Bu talab barcha pensionerlarga taalluqli bo'lganligi sababli xavotirlanishi shart bo'lmaganlar degan toifa yo'q. Faqatgina ma'lumotlarni o'z vaqtida va to'g'ri tasdiqlab boradiganlar muammolardan chetda qoladi. Asosiy qism 2. Qoidalarning istisnolari, tuzoqlar va noaniq nuanslar. Har qanday qonunda bo'lgani kabi, bu yangi pensiya qonunida ham o'zining istisnolari, e'tibordan chetda qolishi mumkin bo'lgan tuzoqlari va noaniq nuanslari mavjud. Ularni bilish sizni kutilmagan muammolardan qutqarishi mumkin. Istisnolar va imtiyozlar. Nogironligi bo'lgan pensionerlar. Yangi qoidalar nogironligi bo'lgan va ilk guruh pensionerlarga kamroq ta'sir qilishi mumkin. Agar ular ishlashda davom etsalar ham, ularning pensiyalaridan kamaytirish masalasi alohida tartibda ko'rib chiqiladi yoki ular uchun chegara boshqacha belgilanadi. Masalan, agar oddiy ishlayotgan pensioner uchun daromad chegarasi yashash minimumining 3 barovari bo'lsa, nogironligi bo'lgan pensionerlar uchun bu chegara 5 barobargacha bo'lishi mumkin. Bu ularning ijtimoiy himoyasini kuchaytirishga qaratilgan harakatdir. Bolaligidan nogiron bo'lgan farzandlarini parvarish qilayotganlar, ushbu toifadagi pensionerlar uchun ham agar ular ishlashda davom etsalar, pensiyani kamaytirish qoidasi qo'llanilmasligi mumkin. Bu ularning og'ir ijtimoiy yukini hisobga olgan holda qilingan istisno. Qishloq joylarda ayrim kasblarda ishlayotganlar, qishloq xo'jaligida yoki tibbiyot va ta'lim sohasida ishlayotgan pensionerlar uchun ham ma'lum imtiyozlar saqlanib qolishi mumkin. Bu hududlardagi kadrlar tanqisligini hisobga olgan holda qilingan choradir. Masalan, qishloq vrachi yoki o'qituvchisi bo'lib ishlayotgan pensionerning pensiyasi kamaytirilmasligi yoki kamroq foizda kamaytirilishi mumkin. 2. Tuzoqlar, e'tibordan chetda qolishi mumkin bo'lgan jiddiy masalalar. Daromad manbalarining yashirin qismi. Ba'zi pensionerlar pensiyadan tashqari turli xil qo'shimcha daromad manbalariga ega bo'lishlari mumkin. Masalan, ijara haqidan, tadbirkorlik faoliyatidan olingan daromadlar yoki boshqa pul o'tkazmalari. Yangi tizim bu daromadlarni ham hisobga olishi mumkin. Agar siz pensiya jamg'armasiga barcha daromad manbalaringiz haqida to'liq ma'lumot bermasangiz, bu kelajakda pensiyangizning vaqtincha to'xtatilishi yoki hattoki ortiqcha to'langan pensiya summasini qaytarib olish talabi bilan bog'liq jiddiy muammolarga olib kelishi mumkin. Pensiya jamg'armasi soliq idoralari va banklar bilan ma'lumot almashinuvini kuchaytirishi kutilmoqda. Shuning uchun mening daromadimni kim biladi deb o'ylash xato bo'ladi. Onlayn xizmatlarga o'tish. Yuqorida aytilgan yillik ma'lumot tasdiqlash jarayonining katta qismi onlayn tizimlar orqali amalga oshirilishi rejalashtirilmoqda. Bu ayniqsa texnologiyadan unchalik xabardor bo'lmagan keksa avlod vakillari uchun jiddiy muammo tug'dirishi mumkin. Kompyuter yoki smartfon orqali shaxsiy kabinetga kirish, elektron imzo bilan tasdiqlash kabi vazifalar ularga murakkab tuyulishi mumkin. Bu esa o'z navbatida pensiyaning to'xtatilishiga sabab bo'ladi. Hukumat albatta bu borada pensionerlarga yordam markazlarini tashkil etish kutilmoqda, ammo baribir bu qo'shimcha ovoragarchilikni talab qiladi. Noaniq nuanslar, pensiyani hisoblash metodologiyasining o'zgarishi, yangi qonun bilan pensiya hisoblashning butun tizimi bir o'zgarishi mumkin. Masalan, pensiya stajini hisoblashda, o'rtacha ish haqini aniqlashda yoki pensiya koeffitsiyentlarini qo'llashda yangi formulalar joriy etilishi mumkin. Bu ayniqsa yaqin kelajakda pensiyaga chiqishni rejalashtirayotganlar uchun muhim. Chunki ularning pensiyasi avvalgi hisob kitoblarga nisbatan pastroq bo'lishi mumkin. Qo'shimcha hujjatlarni talab qilish. Pensiya jamg'armasi ba'zi pensionerlardan oldin taqdim etilgan hujjatlarni qayta tasdiqlashni talab qilishi mumkin. Masalan, ish staji to'g'risidagi ma'lumotlar, ta'lim hujjatlari yoki maxsus kasblardagi stajni tasdiqlovchi arxiv hujjatlari. Bu esa
eski hujjatlarni topish yoki ularni arxivdan olishda jiddiy qiyinchiliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Ayniqsa hujjatlar yo'qolgan yoki eski tashkilotlar tugatilgan bo'lsa. Mintaqaviy xususiyatlar. Pensiya ta'minoti qoidalarining ayrim bandlari hududlarning iqtisodiy rivojlanish darajasiga qarab farq qilishi mumkin. Masalan, olis qishloq joylarda ishlayotgan pensionerlar uchun ma'lum bir imtiyozlar saqlanib qolishi mumkin. Shaharlarda esa qoidalar qat'iyroq bo'ladi. Bunday tafsilotlarni tushunish uchun joylardagi pensiya jamg'armasi bo'limlariga murojaat qilish muhim. Ushbu istisnolar, tuzoqlar va noaniq nuanslar haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lish. Har bir pensionerga o'z holatini to'g'ri baholash va kerakli ko'ralarni ko'rish imkonini beradi. Shuning uchun men sizni faol bo'lishga va bu boradagi har qanday o'zgarishlarni diqqat bilan kuzatib borishga chaqiraman. Amaliy maslahatlar. Tomoshabin nima qilish kerak? Aniq ko'rsatmalar. Aziz do'stlar, endi eng muhim qismga o'tamiz. Bu yangi o'zgarishlar sharoitida nima qilish kerakligi haqidagi amaliy maslahatlar. Xavotirga tushishdan ko'ra aniq harakat qilish va o'z huquqlaringizni himoya qilishga intilish kerak. Hozirgi holatingizni baholang. Agar siz ishlayotgan pensioner bo'lsangiz, darhol o'zingizning oylik pensiyangiz miqdorini va ish haqingiz miqdorini aniq bilib oling. Ularni jamlang. Endi bu miqdorni mamlakatda belgilangan yashash minimumining 3 baravari yoki pensiya jamg'armasi tomonidan e'lon qilingan yangi chegara bilan solishtiring. Agar sizning umumiy daromadingiz bu chegaradan oshsa, demak 2026 yil 20 oydan boshlab pensiyangizdan ma'lum bir miqdor kamaytirilishi ehtimoli yuqori. Agar siz maxsus ustamalar oladigan pensioner bo'lsangiz, sizning ustamalaringiz qaysi asosga ko'ra berilganini aniqlang. Bularni tasdiqlovchi hujjatlaringizni, diplomlar, ish staji daftarchasi, arxiv ma'lumotnomalari qayta ko'rib chiqing. Ular to'liq va tartibli ekanligiga ishonch hosil qiling. Barcha pensionerlar uchun sizning shaxsiy ma'lumotlaringiz, pasport ma'lumotlari, yashash manzili, bank rekvizitlari, pensiya jamg'armasi ma'lumotlar bazasida to'g'ri ekanligiga ishonch hosil qiling. Agar o'zgarishlar bo'lgan bo'lsa, ularni hoziroq yangilating. 2. Pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Eng yaxshi va to'g'ri yo'l bu bevosita pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlariga murojaat qilish. Faqatgina ulardagina sizga aniq va ishonchli ma'lumotlar beriladi. Nimani so'rash kerak? 2026 yil kirmaydan kuchga kiradigan yangi qonun men kabi pensionerga qanday ta'sir qiladi? Mening hozirgi daromadlarim, pensiya plus ish haqi yangi qoidalar bo'yicha pensiyamni kamaytirishi mumkinmi? Maxsus ustamalarimni saqlab qolish uchun qanday qo'shimcha hujjatlar talab qilinadi? Yillik ma'lumot tasdiqlash jarayoni qanday amalga oshiriladi? Men buni qayerda va qanday qila olaman? Onlayn xizmatlar mavjudmi va ulardan qanday foydalanish kerak? Agar men ma'lumot tasdiqlashga ulgurmasam, pensiyam to'xtatilganda uni qayta tiklash tartibi qanday? Murojaat vaqti. Murojaatni imkon qadar tezroq boshlashni tavsiya qilaman. Chunki 2026 yil 20 oygacha vaqt kam. Bo'limlarda navbatlar ko'p bo'lishi mumkin. Uchun hujjatlaringizni tayyorlang va tartibga keltiring. Pensiya guvohnomasi, pasport asli nusxasi, mehnat daftarchasi, asli va nusxasi, oylik maosh haqidagi ma'lumotnomalar agar ishlayotgan bo'lsangiz, so'nggi 1-3 yildagi. Maxsus ustamalarni tasdiqlovchi hujjatlar, diplomlar, malaka sertifikatlari, kasbiy faoliyatga oid ma'lumotnomalar, arxiv ma'lumotlari, yashash manzili haqidagi ma'lumotlar, propiska, bank hisobvarag'i raqami, pensiya kartasi ma'lumotlari, boshqa daromad manbalarini tasdiqlovchi hujjatlar, agar mavjud bo'lsa, masalan, ijara shartnomalari, tadbirkorlik guvohnomasi. 4. Texnologiyada foydalanishni o'rganing yoki yordam so'rang. Agar yillik ma'lumot tasdiqlash onlayn tizimlar orqali amalga oshiriladigan bo'lsa, sizning shaxsiy kabinetingizga kirishni, elektron imzo olishni va ma'lumotlarni to'ldirishni o'rganing. Agar siz o'zingiz buni bajara olmasangiz, farzandlaringiz, nabiralaringiz yoki ishonchli qo'shnilaringizdan yordam so'rashdan tortinmang. Davlat xizmatlari markazlarida yoki pensiya jamg'armasi bo'limlarida ham bu borada yordam ko'rsatuvchi xodimlar bo'lishi kerak. 5. Huquqiy maslahat oling. Agar sizning holatingiz murakkab bo'lsa yoki pensiya jamg'armasi bilan tushunmovchiliklar yuzaga kelsa, malakali yurist yoki advokatga murojaat qilishdan tortinmang. Pensiya qonunchiligi bo'yicha mutaxassislar sizning huquqlaringizni himoya qilishda yordam bera oladilar. 6. Bu axborotni kuzatib boring. Hukumatning rasmiy veb saytlarini, OAVni, ayniqsa pensiya jamg'armasining
rasmiy sahifalarni kuzatib boring. Yangi qoidalar bo'yicha qo'shimcha tushuntirishlar yoki o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Unutmang, oldindan ogohlantirilgan, qurollangan bo'ladi. Bu ma'lumotlarni o'z vaqtida bilish va kerakli choralarni ko'rish sizni katta muammolardan himoya qiladi. Xulosa va yakuniy chaqiriq aziz tomoshabinlarim. Bugun biz 2026 yil iyul oyidan boshlab pensionerlar uchun juda yomon xabarlar deb nomlangan juda muhim mavzuni muhokama qildik. Men sizga ushbu yangi qonun qanday o'zgarishlarni olib kelishini, kimga ta'sir qilishini va kimga ta'sir qilmasligini batafsil tushuntirishga harakat qildim. Biz ishlayotgan pensionerlar, maxsus ustamalar oluvchilar va barcha pensionerlar uchun majburiy bo'ladigan yillik ma'lumot tasdiqlash jarayoni haqida gaplashdik. Shuningdek, istisnolar, tuzoqlar va noaniq nuanslarga ham to'xtalib o'tdik. Eng muhimi, men sizga bu vaziyatda nima qilishingiz kerakligi haqida aniq va amaliy maslahatlar berdim. Yodingizda bo'lsin, bu ma'lumotlar shunchaki bir video emas, balki sizning kelajakdagi moliyaviy barqarorligingizga ta'sir qiluvchi jiddiy ogohlantirishdir. Shuning uchun iltimos, ushbu ma'lumotlarni e'tiborsiz qoldirmang. Bugunoq o'z holatingizni tahlil qilishni boshlang va kerakli choralarni ko'ring. O'zingizni, o'z oilangizni bu kutilmagan o'zgarishlardan himoya qiling. Sizning fikringiz men uchun juda muhim. Ushbu o'zgarishlar haqida qanday fikrdasiz? Sizga bu ma'lumotlar foydali bo'ldimi? Izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Bu video qanchalik ko'p odamga yetsa, shunchalik ko'p kishi ogohlantiriladi. Shuning uchun iltimos, ushbu videoga like bosing va uni do'stlaringiz, qarindoshlaringiz va tanishlaringiz bilan ijtimoiy tarmoqlarda baham ko'ring. Ayniqsa keksa yoshdagi ota-onalaringizga, bobo-buvlaringizga jo'natishni unutmang. Agar hali ham kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hozirroq obuna bo'lish tugmasini bosing. Kelajakda ham shu kabi muhim va dolzarb ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun. E'tiboringiz uchun rahmat. O'zingizni asrang.